27 haftada kelganda tonus qo'yib yubormayapti. 2 soatdan beri shundoq qattiq bo'lib turibdi deganda. Ko'rganimizda ularda отслойка, ya'ni ularda qonli выделение kelmayapti, ajralmali yo'q qonli, lekin yo'ldosh o'sha orqasida ko'chish belgilari bilan yo'ldosh ko'chganini ko'ryapmizda. O'sha hisobiga tonus qattiq bo'lib turibdi, mышцалар qisqarib turibdi. Pulsini ko'rsangiz, o'sha yerda pulsi ham o'ynab turibdi-da. Boshingiz aylanmayapti desa, ha, boshim aylanayapti, bo'ynim aylanayapti, tonus qattiq og'riq bo'lyapti, matkam qattiq bo'lib qolgan. Bu уже normal holat emas. Bitta уже yo'ldosh ko'chgan, ekstrенный ularni kesirib olishgan eslayman. Yo'ldosh ko'chishi любой payt bo'lishi mumkin. Masalan, ayolda davleniyasi baland bo'lsa, qon bosimi ko'tarilyapti, qoni quyuqlashyapti, yoki harakati ko'paydi deylik, ortiqcha harakat qilib qo'ydi yoki ortiqcha yuk ko'tarib qo'ydi normadan. Homilador ayol o'zi og'ir narsa ko'tarmaydi-ku, birdaniga резкий движение bilan ko'tarib qo'ydi og'ir narsani va yo'ldosh ko'chib ketdi. Misol uchun, u любой srokda bo'lishi mumkin. Katta srokda ham, kichkina srokda ham, har xil srokda. Masalan, yo'ldosh to'liq pastda bo'lib turib, ayol oxirigacha yaxshi yurishi ham mumkin. Endi masalan, yo'ldosh to'liq oldinda bo'lsa, kesishcha kesish amaliyoti bilan tug'adi. Ya'ni kesirib oladi ayol. Normal holatda olib borsa, bemalol olib bora oladi ayol. O'ziga yaxshi qarasa, lekin o'ziga yaxshi qaramasa, bu paytda qon ketib qoladi yo'ldosh pastda bo'lsa ham.